Nimaga menga endi qog'oz solyapsiz, boshliq? Qovoq solganimni aka. Nima man chiqdim? Siz kimsiz? Siz kimsiz? Biroqda go'ykotada Siz kimsiz? Siz kimsiz? Xo'jayin beklar kirgizdim. Siz kimsiz? Qur'onni bering qo'llariga. Turing. Qur'onni bering. Gapini aka. Ashadda turib gapiring, yonimga kelmang. Hozir bizni pastga gapirish uchun. Bu ham yana bitta shantaj yo'li. Ertalab yo'q edi ama. Yo'q edi, hozir keldi. Assalomu alaykum. Quyosh yurtning qalbi qoch insonlari. Yaxshimisizlar? Omonmisizlar? Bugun biz Namangan viloyati Pop tumanida biz. Pop tumanida aniqrog'i hamma uchun ma'lum mashhur bo'lgan Pop neft bazasida biz. Bu yerda shunday voqealar ro'y berdiki, asti qo'yaverasiz. Rahbarlik qilganiga 50 yil bo'lgan o'zining gap bo'yicha. 50 yil qilgan boshliq masalasi bo'yicha ham alohida to'xtalib o'tamiz. Buni alohida holatlari, videolari va boshqalari bor. Biz albatta ushbu holat bo'yicha shaxsan vazirning o'ziga murojaat qilamiz, lekin biz hozirgi holatimiz, birinchi holatimiz boshliqdan, direktordan uni tarbiyaviy holati, ishdagi faoliyatlari, uning xulq atrofi emas hozir birinchi holatimiz. Biz unga alohida to'xtalamiz. Alohida uning videolarini boshqa alohida beramiz bularda. Lekin bizning vazifamiz bizga murojaat qilgan, mana shu yerda bosh injener bo'lgan Jasurbekning murojaati bo'yicha biz kelganmiz. Jasurbek bir necha yildan beri halol shu yerda ishlaydi. Misol bironta uni haqida boshqa gaplar eshitilmagan, yomon gaplar eshitilmagan ekan. Mana biz qancha firma bilan gaplashyapmiz, boshqa gaplashyapmiz, lekin 19 kishi uning ustidan 20 kishimi? 20 kishi ustidan yozib beribdi. Qani mana Muhammad opam vakil bo'lib turibdi, keldilar, qo'llarida Qur'on kitob bor. Qur'on kitobini qo'yib har bitta shu odamlarni ishonch yig'ilishda shuni aytadilar. Agar bular Allohdan qo'rqsa, Kalomullohdan qo'rqadigan to'g'ri gapni gapiradi. Biz majburmiz shuni qilishga. Sababiki bizga iltimosnoma bilan shu holatlardan bo'lganligi uchun qilmoqchimiz. Bizning maqsadimiz Jasurbekni maqtash yoki deylik bu joyda xodimlarni yomonlash uchun emas. Biz haqiqatni olib chiqmoqchimiz. Biz Jasurbek tomon emasmiz, bu neft baza tomon ham emasmiz. Va bu yerda qilgan o'sha haligi bir qizimiz bor ekan, Sabohat, hammasi hali bilmaymiz, hozir aytishadi bizga. O'sha tomon ham emasmiz. Demak, biz faqatgina haqiqatparvarmiz, haqiqatparvarlikni olib chiqamiz. Agarda kimda kim mana shu Pop neft bazasi haqida ma'lumotga ega bo'ladigan bo'lsa, masalan, marhamat biz uni har bitta gaplarini, so'zlarini albatta biz beramiz. Mana 50 yildan beri boshchi bo'lib turgan akamiz ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog' yaxshimi? Timsiz? Akamiz bugun bizni ishxonamizga tashrif buyurgan ekanlar. Bir insonimiz norozichilik bildirishgan ekan. Endi shu masalani o'rganishga kelibdilar. Biz hozir mana xodimlarni yig'yapmiz. Shu yerda nima gap so'z bo'lgan bo'lsa, kimda adovati bo'lsa, kimdir nohaq bo'lsa, shunga aniqlik kiritib qo'yiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka necha yildan beri siz boshliqsizda? 3 yil bo'ldi. Ha? 3 yil bo'ldi. Nima menga 50 yil deyapsiz? 50 yildan beri ishlayapman dedim. Men 50 yildan beri. Shu yerda 50 yildan ishlayapsizmi? Yo'q, to'lgandan daha ishlayapman. Bu bittalarni nima qilish kerak yo'q. Hamma to'plansin, gapirasiz. Nimaga menga endi qog'oz solyapsiz, boshliq? Men qovoq solganimni aka. Siz davlat tashkilotida ishlaysiz, tushundingizmi? Unaqa holatda qilmaysiz. Men ham o'zim uchun kelganim yo'q. Kelinglar mehmonlar. Yaxshimisizlar? Men Inomjonov Jasurbek Madamjonovich. Pop To'raqulg'on neft baza Pop filialida ishlayman. Bosh muhandis bo'lib ishlayman. Necha yildan beri bosh muhandis bo'lib ishlaysiz? 5 yildan shaqa bosh muhandis bo'lib ishlayman. Bizga murojaat qilishdan asosiy maqsad nima bo'ldi? U neft bazada o'g'irlik, ko'zbo'yamachiliklar, o'z lavozimlarini suiiste'mol qiladigan rahbarda yo'lini to'sqinlik qilgani uchun menga uyushtirib, tuhmat qilib, xodimlar hammasini menga qarshi qo'yib, meni ustimdan yozibdi. Siz ularni nimasiga qarshilik qildingiz? Ular kimlar? U misol bosh direktoringizga ular kim bo'ladi yozgan odamlar? Direktorda yonidagilar o'zini ham qishloqlari, o'zini ulfatlari, ya'ni birga ichadi ular obyektlarda. Ishpetda ichib ishga kelmaydi. Shularga men qarshilik qildim. Direktorda xonasida o'tirib, bitta meshatbozlik qilishlariga qarshilik qildim ularda. Ishxona tashkilotda oshxonasida o'tirib ichishlariga ular qarshilik qilganim uchun menga shunaqa o'yin qilishyaptilar. Demak, sizni ishxonangizda ichkiliklar bo'ladimi? Ha, ichkilik tug'ilgan kun, ishxonada bir xodim tug'ilgan kuni bo'lsa ham, bayram bo'lsa ham, bir bahona bo'lsa bo'ldi, ichishadi ular, ichish kerak ular. Demak, siz
sizga tuhmat qilinganligi uchungina murojaat qilyapsiz, to'g'rimi? Menga Haqqingiz. quruq tuhmat qilinganiga men murojaat qilyapman. Ular sizni misol demak sizni ish holatingizga boshqasiga tuhmat qilishyapti, ha? Ha, menga tuhmat qilishyapti, quruq tuhmat qilishyapti. Men ularni ishlatganman xolos, uyimda olib ishlatmaganman, yo bo'lmasa agratni olib choptirmaganman. Faqat o'sha ishxonadagi tozalovlar uchun jalb qilganman. Demak, o'sha ishxonada har bitta o'sha tashkilotning o'sha bo'limlar bo'lsa, xodimlar o'zini biriktirilgan yer uchastkalari bor-da. Yer uchastkalari bor, hammasini yer uchastkasi bor. Shularni tozalab, o'tdan tozalab, ozod saqlash uchun ulardan talab qilganman xolos shuni. Boshqa narsa talab qilmaganman. Hozir siz gap bo'lsa ish talab qilgansiz, ha? Men ulardan ish talab, o'zini ishini talab qilganman. Shu yerda tozalovlarni tozalab o'tiringlar. Masalan, nasoslar tozalab artgan, oqqan, tomganlarga qarshilik qilganman. Sizni ustingizdan biror marta direktorga bir shikoyat yozib berib, yo rahbariyatga yozib bergan xatlar bo'lganmi ilgari 5 yil ichida? Yo'q, bo'lmagan. Endi mana shu bo'lishi. Endi bo'lishimi? Hozir. Akalar shu yerda ishlaysizmi? Akam dedi, Muhodib o'zlarini tanishib ketadi, chunki 19 ta 20 ta odam ichida qo'l qo'ygan bo'lsalaring, o'sha men qo'yganman. Qo'yganmisiz? Qo'yganman. Jasurbek haqida nima deb o'ylaysiz? Jasurbekni nima deb o'ylayman? Men uni shaxsiyatiga, oilaviy qasd hech qanaqa qusmadim, lekin ishiga, noloyligiga to'g'risida men tushuntirish xati ham yozganman rahbarlikka. Tushuntirganman nima uchun shu texnik bo'yicha muhandis lavozimida ishlaganlar. Men misol uni ishidan o'sha necha yil lavozimga o'tirgan bo'lsalar, qoniqmaganimni qor tashkilotga ham. Nimada qoniqmagansiz? Umuman mana nimasi? Aytingda, men bitta isbot ishga keladi, faqat mashinada o'tiradi, telefonda boshqa biror marta xo'jayin misol uchun yo xonasiga o'tirib, yo bir jurnalda misol bizga bir nima deydi, ish yuzasidan birorta misol texnik aniqasi bo'yicha mana men 30 yilga yaqin ishlagan bo'lsam, nechta injenerlar ishlaganman. Ma'lumoti oliy bo'lganimdan umuman ishga nima deydi, layoqasiz deydimi? O'zini ishini ustasi emas-da xullas. Nimasi ustasimi? Sizga men qarang. Uni sizga bergan sizga tushuntiradi. Yo'q, menga tushuntirdi. Xalqqa tushuntiring, menga emas. Oddiy misol, xalqqa nima tushuntiraman? Mana misol uchun nima uni attestatsiya bo'ladi bizda har yil misol uchun mana o'quv sinovidan bilim sinovdan o'tamiz biz. Kim shu ishga misol loyiq bo'lsa qo'yiladi, ishga loyiq bo'lmasa bizdan qayta attestatsiyadan olinadi. Siz attestatsiya komissiya raisimisiz? Yo'q, men oddiy ishchiman. O'zi ishchi bo'lsa, attestatsiya haqida nima gapiryapsiz hozir? Har yil bilim sinovidan o'tamiz biz. Sizlar o'tdilarmi? Jasurbek ham o'tmaganmi? Yo'q, o'tadilar. Nima o'zi attestatsiya haqida gapiryapsiz, sabab? Yo'q, bilim sinovini misol uchun qilib ko'ringlar demoqchiman. Agar meni gapimga shubha bo'lsa, boshqa bo'lsa demoqchiman xolos. Yo'q, siz attestatsiya degan gap siz qayerdan keldingiz? Siz oddiy ishchi bo'lsangiz, biz bilim sinovidan har yil o'tamiz. Aka, shu ishga yaroqli misol uchun texnik xodimman men shu joyda necha yildan beri ishlayman, nechta injenerlar bilan ishlaganman. Ular misol uchun ish faoliyatini qanaqa ish olib borganini men bilaman. Lekin Jasurbekni qoniqarsiz degan sababi. Yo'q, tushundim. Nima sizga qildiki shundan qoniqmadi? Bitta ishni ayting. Bironta holatini ayting siz. Men sizga noqonuniy siz komanda berdi, noqonuniy buyruq berdi. Misol deylik 5 yil anaqani olib borib kimga berib yubordi. Yo'q, undaqa masala emas edi. Undaqa masala. Sizni vazifangiz nima? Men chilangir ta'mirlovchiman. Chilangi? Nima? Chilangi nima u? Ta'mirlovchida shu. Ta'mir sizga nima u noto'g'ri, noqonuniy ko'rsatma berdi sizga? Ko'rsatma bera olmaydi u. Nima uchun yomonlayapsiz siz? Men uni yomonlayapman. Aytyapsiz-ku hozir mana qoniqmayapsiz. Siz menga savol beryapsiz. Nimasidan qoniqmayapsiz? Siz chilangarsiz. Ishidan qoniqmayman. Nima sizga? Men chilangar sifatida nima sizga qoniqildi? Texnik bo'yicha bilim aniqasi ega emasda, nima deydi? O'zini ishiga noloyiq. Yo'q, chilangar sifatida siz o'zingiz mutaxassisda. Chilangarsiz sifatingizda sizga qanaqangi komanda berdik noto'g'ri. Misol deylik, sizni vazifangiz mana bunday bo'lagan, yo sen buni qilgin deyapti. Misol qarorlik vazifasini bajargin deyapti, misol deylik. Men misol faqat uni buyuradigan shu, o't o'rasan, gul ekasan, daraxt butalaysan, bosh tozalaysan. Texnik holatga hech qanaqa misol. Xo'p, ana shu holat bo'yicha siz biror marta mana agoratlarda hamma o'zi bo'lib bergan, mana birinchi kun bo'lib bergan. Siz men shuni qilmayman, meni majburlayapti degan fikrda direktorning nomiga bironta ariza yozganmisiz? Ariza yozilmaydi bu yerda. Nimaga yozilmaydi? Mana siz hozir yozibsiz-ku. Shuni ilgari mana aslida qonun bo'yicha siz birinchi o'rinda o'zingizni boshlig'ingizga, u bosh injener bo'lgani uchun direktoringizga ariza yozasiz. Men o'zaki murojaat qilganman. O'zaki? O'zaki murojaat. Xo'p, o'zaki murojaatingizdan keyin majlislarda ham murojaat qilganman men. Undan keyin nima bo'ldi? Mana o'zaki murojaat qildingiz. Direktor nima chora ko'rdi? Direktor endi nima dedi? Yuqori tashkilotdan qo'yiladi bunaqa rahbarlarni. Yo, rahbarlarga qo'ying, rahbarlar bo'yicha hali ancha bor unga, ishdan bo'shash bo'yicha. Sizga hozir siz rahbarga murojaat qilyapsiz-ki, mana shu Jasur meni ishlatyapti dalada. Shu joyda men ishlamoqchi emasman yoki menga noto'g'ri buyruq beryapti, aytyapsiz. Rahbaringiz qanaqa chora ko'rdi Jasurga?
kechirasiz. men Hozir beraman, hozir beraman, hozir beraman sizga. Jasur meni dalada ishlatyapti degani yo'q. Siz Hozir aytyapsizmi? Agorat deyaptilar-ku. Hamma joy bu ishga Hamma bo'lib joyda bergan. bo'lgan. Agorat degan aytyapman. Agorat joyi bor. endi dala deysizmi? Agorat desa nima deysizlar? Agoratda. To'xtang. Bobon Men sizga degan savol shtat bersam yo'q bo'ladimi? Yo'q, menga savol bermaysizda. Kim berishi Faqat sizga mumkin? ber. Ha, men bera olaman-da. Men sizga untirib olyapman-da. Intirib olyapsiz. Agarda Ya'ni ikkala tomonni o'rganib keyin o'rganyapman, shuni hozir o'rganyapman. Hozir sizni o'rganib olay. siz Qur'onni kirityapsiz, hozir Ha. gapni eshitib turibman, boshqa ham Hop. qilyapsiz. Biz misol men ham alhamdulillah musulmonman, men ham bitta insonni qora chaplash niyatim boshqa ham yo'q, yo oilaviy adovatim ham yo'q unga. Men prosta tashkilotda shu yerda necha yil ishlagan bo'lsam, injiniy lavozimiga qo'yilgan bo'lsa, men uni ishidan qoniqmayman degan mazmunda murojaat qilganman. Tushundingizmi? Siz shu qoniqmaganingiz uchun deyapman. Ha. Men direktoringizga yozib berdim, direktor chora ko'rmadi. Yo'q, direktor Siz respublika viloyatga yozib berdingizmi? Ha, viloyatdan kelishdi hozir. Ya u kechagi 19 uchun keldi. Ilgari mana ilgari deyapsiz. Men siz men kechagi aytmayapman sizga men. Sizlar bitta narsani bilinglar. Men siz tarafim emasman, Jasur tarafim emasman. Murojaat qilgancha keldim deyapman. Siz mana agoratlarga ishlatdi, o'zingiz gapiringiz videoda turibdi-da. Hop, turibdi. Men dala deganim agorat aytyapman-da. Dalada agorat aytyapman. Umuman shu umuman aytyapman. hududda. Endi eshiting. Siz chora ko'rmadi direktoringiz. Jasurga nima chora ko'rdi yig'ilishda? Qaysi yig'ilishda? Siz aytyapsiz, mana arz qilyapsiz ustidan, to'g'rimi? Agorat ishlatyapti deyapsiz, mana bunda ishlatyapti deyapsiz yoki deylik, noto'g'ri buyruq beryapti deyapsiz. Siz baqiring. Agar ishlatib Men texnik holat bo'yicha qoniqmayman deyapman. Shuni yozib berdim deyapsiz, Ha, to'g'rimi? yozib berdim. Nima chora ko'rdi shunga? Nima chorani endi ko'radi endi. U Yuqori tashkilot. 2019dagini aytyapman sizga men. 2019da deyapman. Yuring. Yuring. Shu diniy tomondan ham, dunyoviy tomondan ham gaplashaylik. Bo'ldi, yaxshi, yuring. Savol berib tashlayapsiz. Sizga savolimiz bor. Savolni beravering. Endi beravering men. Hammangga savol Siz beraman. ma'lumotli, oliy ma'lumotimiz. Men o'rta ma'lumotman. Meni ma'lumotim yo'q. Men agar juda sizga o'xshab hali avtomat gapirib ketayotgan bo'lganda men o'zim boshqa yuqori tashkilotda ishlashim mumkin. Misol uchun. Men oddiy ishchiman. Menga to'g'ri savol bering, to'g'ri javob beraveraman. Ishlangan vazifasi o't o'rishmi, boshqa qilishmi shu? Yo'q, o'lmang. Meni vazifam shu texnik holat bo'yicha hamma joyga men javob beraman. Sizda endi u bordi aytganingiz to'g'rimi? Shunaqa bo'lyapti-mi? Hozir nima qilyapman? Hozir mana oyog'ingizni ko'ryapmiz, o't o'rgansiz. Jasur yo'q-ku hozir. Jasur yo'q, bu meni vazifam. O'z vazifasizmi? Ha, bo'ldi. Kiritilgan. Ha, demak shu siz o't o'rishlarga obodonlashga javob berasiz? Yo'q, obodonlashtirishga emas. o'zini Temir yo'li mana gulxona muhabbatga bo'lingan. Falon chitxona menga bo'lib bergan. Hamma hududlar. Ha, demak hozir qarang. Jasurni mana bu tozalab qo'ygan. Mana o'zini joyini tozalab qo'ydi shu bu demak to'g'ri narsa deyapsiz, to'g'rimi shunda? Ya uni hamma narsasi men Ha, texnik bo'ldi. holat bo'yicha deb. Bo'ldi, texnik holat bo'lsa yaxshi shunday. Shu o'zlariga aniq bo'lgan masala Jasur Bey masalasi bo'yicha aniq kiritgan ketdilar. Hozir endi ish qizg'in bo'lib turgan bo'lsa, endi ozgina vaqtlarni olamiz. O'shaning uchun men hozir mana bu yerda bu akamiz Olimjon aka, to'xtamazlar. Olimjon aka shu masalada noto'g'ri ish ketgan, noto'g'ri nima noto'g'ri ma'lumot berilgan, men buni aniqlik kiritishim kerak degan masalada ketdilar, yoritish masalasida. Jasur degan bir inson, men yig'ilishda ham, o'sha kechagi yig'ilishda ham aytdim. Jasur degan bitta inson, u ham shu yerda o'zimizning hamkasbimiz. Hech kimga hech qanday agar husumatlaring bo'lmasa, adovatlaring bo'lmasa, adovatim yo'q. U haqdagi ijobiy fikrlaring bo'lsa, ijobiy fikrlaringni bildiringlar dedim. Yo'q, agar noqonuniy yo noloyiq degan fikrlaring bo'lgan bo'lsa, o'shani bildiringlar deb yig'ilishda ham aytganman. Agar hammalaring shu yerda ishtirok etgansizlar. O'shaning uchun mana akamizga ham sizlardan iltimos, men sizlarga birontalaringga bosim o'tkazgan joyim yo'q. Nima fikrlaring bo'lsa, kimda qanaqa taklif bo'lsa, kimda e'tiroz bo'lsa, marhamat qilib mana shu hozir shu akamizga yoritib beringlar. Lekin aytib qo'yapman, men hech kimga bosim o'tkazganim yo'q. Hammamiz ham insonmiz, Jasur ham inson. Shu bolani yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon. Yaxshi tarafini ham aytib beringlar, yomon tarafini ham aytib beringlar. Menda shu gap aka, mana bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Men ismim Olimjon, Fabian To'xtanazarov, Prezident blogerlari ijtimoiy tarmoqning admini bo'laman. Meni vazifam, meni burchim sizlarni yomonlash, yozganlar haqida emas, Jasurni maqtab, Jasurni olib chiqib ketish emas bir narsada. Men haqiqat olib chiqmoqchiman. Hozir men aytayotgan gaplarim 3 ta qarovli bormi? Qarovli 3 ta bo'ladi, nechta bo'lasizlarda qarovli? 3 ta qarovli bormi shu yerda? Yo'q, ismenda. Ha, hozir aka ismida aka, hozir uylarni biladigan to'berasi uylargacha boramizda.
Chunki meni qo'limda videolar bor. Shu videolarga asosan men ulardan savol javob olishim kerak. Misol deylik, texnika bezopasnosti bo'yicha kim bor bu yerda? Bormi shunaqa xavfsizlik? O'shalar bo'lsa, chunki bu yerda savollarimiz bor. Sizlar bemalol, mana aka gapirganlaringiz bemalol gapiraveringlar. Men har bitta gaplarini uzmasdan efirga qo'yaman. Qanday bo'ladigan bo'lsa, xohlasalaring fikrlar gapiringlar shu jihatdan. Chunki men maqsadim Jasurni qaytam. Jasurni maqtash yoki direktorni yomonlash yoki jamoani yomonlash emas. Meni maqsad shu bitta xolos shu. Lekin aytib qo'y, qonun bo'yicha qonunimizda jamoani yozgan arizalari bilan fuqaro xodim ishdan bo'shatilmaydi. Qonun talabi shu. Kecha men buni qonun talabi shu. Fuqaroning misol deylik, o'sha xodimning masalasi bo'yicha-da, u rahbariyat o'zi hal qiladi. Kecha men sizlarni boshlarman bilan gaplashdim, suhbatlashdim. Bu borganlardan keyin albatta bu masala bo'yicha ertaga vazirlikdan ham odamlar keladi. Sizlardan u yangi rahbarlik kompleksimi nima degan tashkilot bo'ldi-yu, shu odam bormi shu yerda? Bu yerda turadimi? O'sha u bilan hozir Namangan bilan gaplashamiz holatlar bo'yicha. Uning o'zining vazifasi qanaqa? Agar bilmaydigan biz eslatamiz, vazifasi qanaqaligini eslatamiz, bilmaydigan bo'lsa, holat beramiz. Keyin 4 yillik oldingi holat bo'yicha ish qo'zg'ashi qanaqaligi bo'lishini aytamiz, muddat masalasi bo'yicha aytamiz. Mana yana qaytasizlar aka. Menga sizlar nima desalaring, mana muhodaba ishonmayman bularga degan uchun o'zlari Qur'on kitob olib keldilar. Vakil bo'libdilar. Jasur nomidan-da. Chunki ko'plari bizga shuning uchun har bitta odam gapirsin va ertaga bu holati bor. Misol mana ularga oxir aytdim, men endi Qur'on kitob olib o'tirmayman, kalamulloni deb gapirdim. Muhodabatlarga yo'q, men hamma odam shu qilish kerak dedi. Tuhmat qilgan bo'lsa Qur'onni so'tilsin. Hamma musulmon. Hamma musulmon. Shuning uchun Qur'ondan bir qadam o'tolmaydi. mana endi qo'l qo'ygan odamlarni gapirtirsa-da bo'ptimi? Qur'ondan qo'rqadi. Qo'l qo'ygan odamlarni nima uchun shu holatlar bo'yicha qo'l qo'ydi, xabari bormi? Chunki xabarim yo'q uchun men qo'l qo'ydim, ishlab turdim degan odamlar bo'ldi-da. To'g'rimi Fuat aka? Shuning uchun men akadan boshlayveraylik bo'lmasam, sizdan boshlasangiz-da, o'zingiz tanishtirib ketasiz. Chunki ertaga men o'tirib gapiring, yo'q, biz gapiramiz. Korxona elektrigi Abdullayev Zokirjonman. Endi 7 yildan beri shu yerda ishlayman. Korxonada endi bola boqyapmiz, tirikchilik qilyapmiz. Endi hamma narsaga to'g'ri qonun bo'yicha yopishish kerak. Bundan oldin ham neft baza terminalda 11 yil ishlaganman, mutaxassisligim bo'yicha. Bundan oldin paxta zavodida ishlaganman. Shu o'zimda mutaxassisligim bo'yicha injenerlar bilan ishlaganman. Shuncha tashkilotlarda ishlaganman. Shu Jasur Beyni shu injenerlik lavozimiga noloyiq deb o'zim aytaman. Meni soham bo'yicha sababi hozir bana ertalab olib kelsangiz ham men o'zimning soham bo'yicha u olim bo'lish kerak, mutaxassis bo'lish kerak-da, elektrik sohasi bo'yicha misol uchun. U ikkita diplomim bor ham deydi. Oliy ma'lumotlik. Men o'rta maxsusman. Shu menga tushuntirib bera olmaydi-da, kerak tushunmagan joyimda aytsam. Shu meni o'g'ligim. Shunga lavozimiga loyiq, noloyiq deb yozganman shu. O'zimning gapimni tan olaman. Siz hozir noloyiq deb aytyapsiz-da. Siz holatda siz undan nimani so'radingizki, u sizga shunisini qilib bermadi? Nimani? Mesela bitta masalan ayting, misol keltiring. Odamlar bilsin-da. Men shu oddiy mana shu 4-bosqich tekshiruvi kelganda, 4-bosqich tekshiruvi kelganda men o'sha yerda e'lon yursam meni chaqirdi. Sababi endi birorta kamchiligi bormikin deb kelsam, o'sha Jasurbek, o'sha 4-bosqich tekshiruvchilari Toshkent vazirligidan kelgan turishibdi. Nima muammo bo'lyapti desam, mana bu narsani hech kim topolmayapti. Shu narsa yo'q. Bu yerda hozir o'g'irlangan bir joyga ketgandi. U yerda konditsioner deb yozilganda kondensat deb. Mana transformatorimizga qo'yib ketgan 5-6 oy oldin qo'yib ketgan shu Jasur bir şeyda o'shanda injener edi. Shuni bilmayapti-da, shuni. Buni aytdimki, shuni bilmaysizlarmi? Mana oldingizda mutaxassis deb javob berish kerak desam, javob bera olmadi. Oddiy bitta misol bu endi. Bu nima edi? Xalq tushuntirib bering. Xalqqa tushunish uchun tashkilotni elektr energiyasini sifatli ishlatish uchun qo'yilgan moslama. Shuni boshchiligida qo'yilgan o'zi asli. Xo'p, qo'yilgan boslamada uni Jasurbek bilish kerakmi? Kerak u. Sizchi? Bu olim bo'lish kerak. Men hozir ham bilaman. Yo'q, sizga siz gapirish bo'lmaydimi? Endi shu narsani bilmay qolganligi uchungina ishdan bo'shatish qanchalishiga to'g'ri? Savol. Men aytyapsiz, o'zi aytyapsizki,
bola chaqani boqyapmiz deyapsiz-da. Uni bola chaqasi yo'q-a? Ha, bola chaqasini Bormi? bolaga qo'shganim yo'q. Ya, aytyapsiz, bola chaqasi, uni ham bola chaqasi Meni bor-ku. bitta gapirayotgan sababim shu mutaxassisligiga oldingi mutaxassis ko'rib kelgan injenerlarimga foiziga olganda 20% dan boshliqlik darajasi. Ha, siz o'zingiz ishingiz ustasi ekansiz-da. Rahmat. Mana 50 tegmani, lekin unaqa emasman. Men o'zimni maqtamayman men ham. Endi eshiting. Hech qachon Siz maqtamaganman. undan yoshi katta bo'lishi mumkin-da, bilmayman tag'inda, turishdan deyapman. Shuni o'rgatsangiz, ustozlik qilsangiz, o'zing ertaga gap tegib qolasiz sizga. Siz rahbarimiz ekansiz. Mana bu narsa bo'ladi. Bu narsa mana desa, tushuntirsangiz bo'larmidi? Oliy ma'lumotli odamga men o'rgatishga to'g'ri. Aka, oliy ma'lumotli qancha odamlarni ko'ryapmiz-da, lekin oddiy bir chilangarchalik yoki bir oddiy bir mashina sotadigan ustachilik emas-da. U o'zini ma'lumotlari bo'yicha bor-da. Tushundingizmi? Hozir bu mavzuga direktor haqida gapirgan emasda, hozir qaytaman men sizga. Direktor haqida alohida gaplashamiz, alohida qaytamiz. Shuni demoqchiman-da. Xo'p, sizni faqatgina o'sha elita sitdagi narsani bilmagani uchun bo'shadiyapsiz. Misol. Yana bitta misol keltiring, yana bitta misol keltirib bering. Yana misol keltiradigan bo'lsam, o'zini olib kelaylik hozir. Mana chetkada chaqirib. Shu elektr sohasi bo'yicha savol beraylik. Mana 10 ta savol men tuzay. Sizni vakolatingiz bormi? Shu savol berish uchun. Yo, atsasa komissiyasiga qo'yaylik uni. Sizni savolingizga men haligi qo'yapman, javob qo'yapman, shu tarafdan qo'yapman. Malaka komissiyasiga uni qo'yaylik. Malaka komissiya o'zi tekshirib bersin, chunki siz bilan vakolatim yo'q-da. Maylimi? Siz yordam bering andaqaga savol tuzilishiga bo'lmasa, shu yerda kelib chiqqan holatda. Mendan yuqori rahbarlar, Ha, o'shalar deyapman-da. ular qo'ysin savol. Chunki hozir men ham vakolatim yo'q, siz ham vakolatingiz yo'q-da. Ertaga u arz qilishi mumkin. Ikkitasi olib keldi, mana men blogerni chaqirtirdim, bloger menga qarshi chiqdi. U meni imtihon qildi, odam sharmanda qilmasin-da. Marhamat, o'sha rahbariyatni uni chaqirsin-da, rahbariyat suhbatini qilsin, to'g'rimi? To'g'ri. Aka, siz ham gapiring. Qo'l qo'y demak, siz faqatgina shu meni o'zim bilmaganligi uchun bo'yicha, bilmagan malakasi bo'lmaganligi uchun ishdan bo'shasin deb gap qilyapsiz, to'g'rimi? Aytyapman shu. Shu soha bo'yicha siz biror marta o'sha rahbarga aytdingizmi siz? Yozib berdingizmi? Yozib bermaganman. Nima uchun bermadingiz? Og'zaki. Hozir nima uchun aytyapsiz sabab? Nima uchun hozir aytyapsiz? Mana oxiri yozib chiqdik hamma. Nima uchun hozir shu vaqtda aytmadingiz? Mana eshiting. Hozirgi sizlar birinchi yozishlaring o'rganish bo'ladi. Unga bersa vigor beradi xolosda. Agar siz masalan qonun yurist sifatida aytyapman sizga. Qonun darajasida 3-4 marta vigor olganda edi, uni ishdan bo'shashi mumkin bo'lardi. Men siz taraf bo'layapman-da. Nima uchun shu vaqtda yozib bermadilaring? Men uni ishdan olsin deb hech qayerda Yo'q, yozmagan. mana hozir aytyapsiz ishdan olsin. Lavozimiga noloyiq deyapman. Injener lavozimini, davlat tashkilot hammasini, mana siz yuristman deyapsiz. Yuristlik huquqlaringiz bormi o'zingizda? Qonun bo'yicha yozilgan. Injener degan lavozim tashkilotlarida bormi? Shuni o'zini bajaradigan majburiyatlari bormi? Shu funksiyasi. Shu majburiyatlarni bajaraversin, ishlaversin mana kelib. Yaxshi. Mana Aka, shu siz gap, qancha? boshqa gap yo'q. Men Ahmadjon G'oyrayjon, shu korxonada 20 yildan beri ishlayman. Silishchi bo'lib ishlayman. Haqiqatda ishiga noloyiq. Bo'lmay gaykani parkiga bormaydi. Bizni bir marta pastapga ham qildi. Bajarni chaqirib, mendan pul talab qildi. Men pul bermayman dedi. Seni ishga qo'ymayman dedi. Mana u paytda pul olgan paytda u paxtaga yotdim deyapti. Men hech qanaqasi mana necha yildan beri ishga qo'ymayman dedi. Meni shu talab qilgan. Bir joyda stanok buzilib qolsa borib turib, ya omborchim boradi ya xo'jayin boradi. Borib turib, mana unday qiyinlar demaydi o'zicha. Ishtirok etmaydi. Injener, bosh muhandis, men ikkita diplomim bor deydi. Oddiy yaqinda nasosimiz buzilib qoldi. Boshlig'imiz tepamizda turdi. Borib unday qiyinlar demaydi. Specialist o'zini maxsus shu injenermi, oldingi injenerimiz tepamizda turib, mana bunday qilardi. Bizga shu ishiga noloyiq. Bo'ldi, tushundim. Siz hozir mendan pul talab qildi deyapsiz-da. Bu jiddiy ayblovda. Siz buni men prokuraturaga alohida yozib beraman. Siz buni isbotlab berasizmi? So'zlab beraman. Isbot yozuvlaringiz, hamma jihatlaringiz yetarli ma'lumotingiz bor. Bu masala bo'yicha. Og'zaki gapingiz bo'lmaydi. Guvohlarim ham bor. Endi eshitinglar, agar sizni ishxonangizdagi mana bu aka guvoh bo'la olmaydi, sababi shuki ular ustiga yozib beryapti-da. Uchta bilib bo'lasizlar. Alohida neytralniy bir odam bo'lsa, menimcha buni ko'rib chiqadi. Agar uni isbotlab berolmasangiz, bilasiz, sizga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atiladi. Tuhmat masalasi bo'yicha, bo'ldimi? Aka, men davom ettirib turdik gapimizda. Boya gaplashdi. Yo'q, davom ettirdik sizga-da. Siz hozir ishlanganlarga buyruq bera olmaydi, shu soatini tushunmaydi degan aytyapsiz, to'g'rimi? Aka, mana bu sherigim to'g'ri gap aytdi. Masalan, har bitta ishchi xodimni ish beruvchi tomonidan yo'riqnoma ishlab chiqilgan aka. Chilangizdagi отдельно, mashinistik отдельно, xonamizda, o'zimizda turiladi bu. O'sha ishchi xodim necha yil ishlagandan qat'iy nazar, uni ishchi lavozimi yozilgan unda, o'sha funksiyalar.
ertalab ishga qabul qilingandan to bajarib ketishgungacha bo'lgan vazifa. Bajargan ishlarni o'sha to'ldiradigan qaytadan jurnallari bor boshqalar. Ular aytmoqchi kunli misol ish rejalari tuziladi. Biror marta misol uchun jurnalga to'ldirib bizni chaqirib, ogohlantirib, hali o'zingiz hozir dinni olyapsiz. Aka diniy tomondan ham, dunyoviy tomondan ham har bitta oilaning o'zining ichki siri bo'ladi aka. Ichki sir bo'ladi, tashkilotga ham o'zining ichki siri bo'ladi. Shundan o'sha qo'pol ketganda farroshdan to direktorgacha hammamiz tirikchilik qilamiz, bola chaqa boqamiz deb ishga kirgan odam, o'sha yerda ishlaganingizdan keyin o'zingiz bilasiz. Chunki hamma ish xodim kim qanaqa mana siz buni so'rayapsiz, muhabbat so'rayapsiz, bo'lmasa fikr bo'ladi. Bu yerda biz misol uchun masalan shaxsan men ham hech kim ham Rasulbekni ishdan olinglar degan maqsad hech qanaqa tushuntirish yo'q. Biz ishiga noloyiqligini isbotlash tariqasida tushuntirish xati yozganmiz. Agar juda padronni bir tanishingiz xohlagan bo'lsa, endi bu hozir masalan men gapirsam bir kun ham yetmayishi mumkin. Misol uchun-da gap chiqaveradi ko'ylagan sari biz qisqa qilib yo'nda qilib o'sha yuqori tashkilotdan rahbarlar kelishdi. Shaffof o'tkazildi majlisda yig'ilishlar, hammamiz fikrimizni aytdik, qo'l ko'tarib tasdiqladik. Gapirgan gaplarimizni qog'ozga tushirib, tushuntirish xati qilib o'sha rahbariyatning nomiga Tohir akamni yozib berganmiz. Mabodo bu yerda qolib ketgan boshqa gaplar bo'lsa, endi siz savol berdingizki, isbot deyapsiz, isbot so'rayapsiz. Har yil boya atsasam, qo'zlasam savol berisham, hali chalg'ib bir yilda har bitta ishchi xodim ichida 25 ta 30 ta odam ishchi xodim bilim sinovidan o'tkaziladi. Bilim sinovidan o'tkazishdi asosiy o'sha sinovdan o'tkazadigan 25 ta 30 ta xodimni bilim sinovini o'sha tartibga olish, ularga o'rgatish bilmagan narsasini tayyorlash, gilamli injener, bosh muhandislik anaqasi qiladi diplomatda. Biz mana 30 yildan beri o'sha bosh muhandis bo'lib ishlab ketgan Abdulla Nariman akalarni hozirgacha yozib bergan konspektdan foydalanib boshqa qilib topshirib boshqa qildi. Hozir misol chaqirib, Rasulbek mana nima bo'ladi deb misol oddiy men so'rasam, akan bilmayman, Murod akadan boshqadan bilmaydi. Chunki uni ko'rganingizdan keyin haqiqiy fakt bu boshqa o'zining ishiga noloyiqligini tan olaman men. Men shu anaqada tushuntirish xati yozganman. Texnik holat bo'yicha o'zini nima deydi, ishlab turgan lavozimiga noloyiq yozib berganman. Shu mana agar qiziqqan savol bo'lsa beravering, javob beraman. Siz o'zingiz biron atsasdan o'tganmisiz? Har yil o'taman aka men hattoki mana 25 yil 30 yil ishlagan bo'lsam, ta'sis tomonidan buyurilgan har yilgi o'sha 2 yilda 3 yilda bir jo'natiladi. Malaka oshirish shariklarigacha borib qatnashganman, sertifikatlarim hammasi hozirgacha turibdi. Bilim sinoviga xudoga shukr egaman. Mana loyiq deb topgan ekan ishlayapman. Siz nima deb o'ylaysiz? Ustoz shogird borda, u olim ma'lumotli, oddiy odammi, boshqami? Jasurbekka siz tushunmagan narsasini tushuntirishingiz mumkinmi? Endi shu savol beryapsiz aka. Bular eshit xohlamaydi. Yo'q. Bular misol uchun rahbar odamga, ishchi xodimni unga tanbeh berishga, bir narsa berishga uni vakolati yo'q deb o'ylayman men. Chunki tomondan ham tomondan so'rab turib, Bahor aka, mana bu narsa siz ishlagansiz. Mana nima bo'ladi desa, men jonli misol tushuntiraman, boshqa qilaman. Misolda hech kim ham bu narsasini. Demak, siz qalbingizda so'ragan odamga o'rgatish bor. Albatta bor. Ishingizda husumatingiz yo'q. Meni kulishib ustoz deb gapiradi, boshqa deydi. Bo'ldi, shuni deb. Mana bu misol o'zining mutaxassisligi bo'yicha mendan ham oliyaligi zavodlarda ishlab kelgan. O'sha nasos agregat deysizmi, sig'im agregat deysizmi, tozalash ishlarini Xudoga shukr bilim sinoviga egamiz biz. Bilim sinoviga egaligimiz uchun shu lavozimga qo'ygan necha yildan beri ishlab kelyapmiz. Aka, siz ham qo'l qo'ygan ekansizda, fikringizni aytsangiz, mana akalar gapiryapti. Sizning gaplaringizni mana uzmasdan efirga beramiz. O'shani marhamat aytsangiz. Siz nimaga qo'l qo'yganingizni bilganmisiz? Bilganman. Ha, shuni gapirib bering, jasur masalasi bo'yicha mana yigitlar gapirishdi akalar. Man Shayfov Doniyor Hafizovich, mashinist. Vagon tushirganda postavka qilganimizga, ana sherigimizni aka homil. Nima postavka qilgan? Pajarniyni odam chaqirtirib, pajarni chetni buzdirib, postavka qilganda shuncha pul berasan degan. 2 milliondan sherigim ham 2 million berar ekan, men ham 2 million berdimmi, sherigim bermayman degan. Nima qilib ayb qilurlarsizlar shunda? Sen ishlamaysan degan pul bermaysan. Nimada ayb qilgansizlar? Sizlar mana sizlar misol hozir menga pul bersanmasiga pul bermayman. Nima ayb qiluvdingiz siz aytgan? Endi biz ishlang olib chiqamiz aka deydi.
ulaymiz, lenday qoladi-yu, ostatkalar. 5 litr chiqqan paqirga qo'yganmiz, bajarni chetga qo'yganmiz. Va olib kelamiz, obedga chaqirib qoldi. Shu, shunda Endi qarang, sizni shu 5 litr bezingizni o'sha yerga qo'yishingiz qanchalik qonuniy? Qonuniymi shu? Mana oldingiz oxirni olyapsiz, qo'yib qo'yapsiz. Qonun buzmaganmisiz? Qonun buzmaganingiz uchun bajarani chaqirtirdim u. qonun buzmagan, men просто olib kelaman deganman-da, paqirga qo'yib, ostatga qoladi-yu. Paqirga qo'yish mumkinmi? Yo'riqnomangizda bormi shu narsa? Mumkin ostatkalarda. Qanday qaysi davlat nomasi asoslantiriladi? Masalan, 5 litr, 10 litr qolib ketdi degan fikr. Qanday qilinadi? 1 gramm o'zi hisobda turadi. Verxniy. Verxniy? O'shani hozir bo'lmasa mayli. Demak, siz shundan norozi bo'lib turib yozib berdingiz sizdan, to'g'rimi? Endi postavka qilgandan keyin Nima uchun o'sha vaqtda siz postavka qilgan 2 million pul berib turgan vaqtingizda yo davlat xavfsizlik xizmatiga yoki direktoringizga yozib bermadingiz shu vaqtda? Nima uchun shuni qilmadingiz? Endi mana shuncha vaqt o'tgandan qilib beryapsiz. Nima sababdan? Uyushtirilgan. O'zi gapirsa keldimi? O'zi gapirsa. Ichida to'q chiqqan. Nima? Yo'q, opajon dedi. Nimaga shuni qilmadingiz? O'g'liga qarab berganlar. o'g'irlayman. To'xtab. O'g'irlayman. Opa, yo'q. Siz hozir shunaqa deyapman. Nima uchun? To'g'ri, sizni shunaqa gaplaringiz to'g'ri. Lekin nima uchun o'sha vaqtda siz direktoringizga yozib bermadingiz, sizdan 2 million so'raganmi yoki deylik, siz huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yozib bermadingiz? Nima uchun? Mana endi vaqtlar qachon yig'ildi bu? Men o'sha qayta direktorni ofisga borganman, u direktor vazifasini bajarib turgan. Xo'p, yaxshi, bu bo'lsa, o'zimizdan bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa, nima uchun prokuratura, ichki ishlar yo'qmi bu yerda? Uchastkavoy yo'qmi? 102 qo'ng'iroq qilib chaqirsangiz. Siz shunaqa qilyapti, pul beryapti. Bilasizmi siz? Agar siz 2 million bergan bo'lsangiz, sizam jinoyatchi hisoblanasiz. Yo'q, qarang, shtraf to'lash kerak edi. Bo'pti, deb 2 million so'radi. Qanaqa chek peki ham yo'q-da. Mayli, parog'i chekolmaydi. Parog'i chekolmaydi-ku, mayli uni poraxo'r deylik. Sizdan olib turgan bo'lsa deylik. Nima uchun yozib bermadingiz? Siz o'zingiz mana aytyapsiz. O'zingiz nima uchun yozib bermadingiz? Nima uchun siz yana poraxo'rni navbatda poraxo'rlikka qo'yib qo'yapsiz? Menga aytganda, agar siz o'shanda ushlab berganingiz akada, bu albatta ishlamasdi hozir. To'g'rimi gap? menga aytganki, o'sha 2 millionni olib kelsang, ishlaysan deganda. Aka, olib bermasdan turib aytganingizni eshiting. Sizni himoya qilmaydimi popni? Popni prokurori himoya qilmaydimi? Popni ichki ishlari himoya qilmaydimi? Popdagi davlat xavfsizlik xizmati sizni himoya qilmasmidi? Mana hozir aytyapman sizga. Qilmaydimi? Men hozir bulardan so'rayman. Agar sizga bironta ma'lumot bersa, himoya qilmaysizlarmi xodimlar deyman. Sizni ular burchi himoya qilishda. Siz qo'rqqaningizdan bo'lsa ham, sizni himoya qiluvchilar bor-ku. Davlat xavfsizligi, prokuratura, ichki ishlar bor. Men direktor ofisga ekan, mayli direktor ekan. Lekin Namangandagi Tohir akami, kim Tohir akami u bor. Uni ichida o'zi yuristi bor ekan uni. Biz gaplashdik hammasi bilan. Nima ularga aytmadingiz? Endi mana hozir shu xatni yozib beryapsiz. Aslida o'zingiz hozir bilasizmi, o'zingiz jinoyat tortilasiz hozir. Yo'q, men hamma narsaga to'plab boru, hammasini yozib berganman-da. Shuncha indamay. Kimga yozib bergansiz shuni? Kechagi kelganlarga yozib berganman. Siz pora berganingizni yozib berdingizmi? Yo'q, hammasini yozib berganman. Pora berganingizni yozib berdingizmi? Ha, yozib berdim. Bo'ldi. Bu alohida gaplashamiz. Bemalol. Ha. Umorxo'jayev Obidxon bo'laman. Svarishka bo'lib ishlayman. Mana shu yerda 7 yil davomida, avvalo 96-yildan shu tashkilotlarda ishlab kelaman. Endi mana shu yerda 7 yil davomida ishlagan bo'lsam, babam endi 4 yil 5 yil oldin bo'lib haligi bo'lib ishlagan operator, boshqa bo'lib ishlashgan, endi injener lavozimiga qo'yilgandan beri va endi misol uchun keladigan bo'lsangiz, avvalo kelishda odamdan uydan kelgandan keyin hol-ahvol so'rash kerak. Hurmat yo'q, misol uchun kelib turib hol-ahvol so'rash, yo misol ishga kelganingizda bir ish qilatirganingizda tepangizga borib bir narsani o'rgatmaydi. Bitta rashiyani yozdirish ham svarka qilatirgan joyda bitta rashiyani ham to'g'risi yoqda ahli etmaydi. Murod akam yozib, boshqa qilib tayyorlab beradi. Ba'da endi misol uchun haligisi yo'q-da, misol uchun unni yo'q bor, injenerlik unni yo'q. Mutaxassisligi yo'q. To'g'risini aytaman. Men gapim shu. Siz mana mutaxassislik yo'q deb turibsiz. Sizdan xuddi shu savolimda direktoringizga, direktor qabul qilmasin, buni aytganimiz endi o'zaro bu narsa tashqariga chiqmasin-da, ichki sir bo'lib qolsin deb kelib kelgan ahvol shu natijaga yetib keldi. Xo'p, direktoringiz nima chora ko'rdi shunga? Endi ko'p yig'ilishga o'zini
tutiblar, bu o'rganardi. Xo'jayin shunday deganlarki, biz boshqa joyga borilmagan. Demak, xo'jayiningiz uni ham yashirib keldi-da, shu Yo'q, bu yashirishda emas, endi odamiylik haligidaqasi Yo'q, tushundim, odamiylik. Hozir mana. Misol uchun siz ham mana bitta joyda ishlaganimizdan keyin farzand boqamiz, boshqa qilamiz, halol yeb, halol rizq berishni xohlaymizmi? Hammamiz. Siz uni Endi yuziga borgan sari endi shu narsa oshib boraveradi-ku bu. siz uni yuziga ham aytganmisiz? Misol Necha marta aytganmiz. Misol uchun bir javob so'rab boshqa qilsa, teskari to'nini kiyadi, boshqa qiladi. Agar bu xo'jayindan javob so'rab kelsa, endi men ertasiga keladi, mendan javob so'ramading yo boshqa edi. Bunaqa gaplari ham. qaysi kuni siz javob so'radingiz, misol deylik, qaysi vaqtlarda eslab qoladi-ku, siz bermadingiz. Bu narsa ko'p takrorlanadi. Sizlar javob so'rash qanaqa bo'ladi? Direktorga yoki bosh injenerga xat yozasizlarmi yoki ozak ketasizlarmi? Shanba bozor kelinadi, masalan, dejuristov bo'ladi, ishdan keyingi holat bo'ladi, boshqa bo'ladi. Masalan, nasos mashina vagon ko'p qolganda nasos mashinistlarga qarashilgan keladi. O'sha hisobidan adgil hisobidan olinadi. Sizni o'sha 19 ta 20 ta odam ishga qo'l qo'yishingizni sababingiz u hech narsani bilmaydi deganingiz, to'g'rimi? Noloyoq shu. Shu ishiga noloyiq deganingizda, to'g'rimi? Siz qanchalik o'zingizni shunga vakolatliman deb o'ylaysiz? Siz mana vakolatim yo'q. Avvalo endi vakolat bo'lgandan keyin mana ko'pchilik ichida hal qilib, boshqa qilib, yozildi, boshqa qilindi. rahbariyga noloyiq degan fikrda shaxsiy fikringizni aytyapsiz, to'g'rimi? Shaxsiy fikringizda bu. Birov sizga bosim qilgan yo'q, mana shuna gapni gapirganda. Yo'q, menga hech kim bosim o'zingiz fikringiz bo'yicha. O'zimning fikrim bo'yicha. To'g'rimi? Shu. Ishxonamizga yuqori tashkilotdan buyrug'i bilan qisqartirish kelgani sababli men bolalarni oqlantirganman. Harakatlarni qilinglar. Xodimlar, ertaga ishsiz qolib ketmanglar. O'zingizga boshqa joy ish topish kerak. O'zlaringga ish topish harakatida bo'lib turinglar. Erta iloji yo'q qisqarayotgan, qaysi o'rin qoladi, kimda o'rin qoladi bilmayman. Meni o'zim tushishi mumkin, direktor o'rniga ham tushishi mumkin, seni o'rningga ham tushishi mumkin, hammasini oqlantirganman. Qarang, sizga kimdir ariza yoz ishdan ketgin dedimi? Ariza yoz bergin dedim sizga kimdir? Ha. Kim aytdi shuni? Direktor G'afforov Mirzojon aytdi, ishdan bo'shatib turib, yuristimiz Hasanboy aytdi, keyin konferensiya aytdi. Sizga o'zingizga yaxshi bo'ladi, ariza olib chiqsangiz. Deb shuni ariza siz yozmaysizgina? Men yozmadim ariza. Faqat tushuntirib yozib berdim. Ismim Murodjon, familiyam Mirzolimov. Ash tashkilotda 20 yildan oshiq har xil lavozimlarda ishlab kelganman. Hozir oxirgi paytda texnika xavfsizligi mutaxassisiman. Men qo'l qo'ymaganman, lekin o'sha yig'ilishda qatnashdim. O'sha fikrlaringni bildiringlar deyishdi. Siz fikringiz qanday? Sizni fikringiz qanday? Men masalan shu inson endi birovga yomonligim yo'q. Injener bo'lib saylangandan beri birorta dokument ishini yo boshqa narsani qilmaganda hozirgacha qilishni bilmaydi ham. Uni vazifasini men bajarib kelganman. Dokument ishlarini hammasini. Qarang, siz texnika bezopasiyasi, texnika xavfsizligida, texnika xavfsizligida men tushunmay turganim aytmoqchimanki, nimalar kiradi? Texnika xavfsizligiga mana shu korxonadagi ishchilarni, xodimlarni xavfsiz ishlash sharoitini yaratib berish, doimiy nazorat qilish, shu yerda birorta jarohat olmasligi, shu ishlar soz ketishi, bu xavfli hudud bo'lgani sababli nazorat kuchli bo'ladi bu yerda. Endi qarang, savolda, u yerda burchakda bitta chelakda benzin turibdi. U benzinni xavfsiz darajasiga sizga taalluqlimi shuni nazorat qilish yoki boshqa? Mana hozir benzin turibdi-da. Shu benzinga hozir yo sigaret cheksa yo qanday qiladigan bo'lsa, yonib ketishi mumkinmi? Mumkin. Siz shunga nimacha qaramadingmi? Oddiy misol shu holatda. Tashqarida bolalar mana istragada ish qilyapti edi bolalar tepada. Truba provodlar kirishga qilyapti. Shu yerda bo'lib qolgan. Hozir hali ham turibdi. Men hozir qarovulga yetdim ham, hali ham olib tashlamadi shunda. Mana hozir siz ko'rgan bo'lsangiz, ko'rmaysizmi shuni? Mana oddiy holati mana jihati yo'q. Benzin olib kelishdi hozir bizni pastga qilish uchun. Bu ham yana bitta shantaj yo'li. Ertalab yo'q edi ama. Yo'q edi, hozir keldi bundan chiqqanmi? Bu ham bitta shantaj yo'li. Endi eshiting. Siz kim gaplashayotganlar? Endi siz savol. Qarovul qaniydi hali qarovul? Qarovul chaqirsa yaxshiroq bo'lardi. Mana hozir gap eshityapsizki, direktingizdan benzinni bizda olib keldi deyapti-da. Hozir shuni shantajni deyapti. Masalan, muxotab aytib turgandir, men aytib turgandim. Siz vakolatingiz bo'lsa kerak mana video kameralarda ko'rishga. Iltimos qilaman sizdan keyin intervyu olamiz. Boshqa savollarimiz yana bor, siz ko'proq savollarimiz bor. Chunki bu yerdan
qancha benzinlar chiqib ketgan, kanistrda benzin olib chiqib ketgan videolarimiz bizda bor-da. Buni hali efirga qo'yamiz bularni. Shu masala bo'yicha sizga alohida gaplashamiz. Hozir sizdan iltimos qilamanki, videoni ko'tarsangiz, bu narsani oldinroq qilishimiz kerak, chunki hozir direktor nihoyatda katta bizga ayb qo'yapti. O'zi pastdan uchun olib keldi degan fikrda. Sizmi? Mana hozir mana shu olib keltirgan narsani direktor aytadi, bizda olib keldi deyapti mana shu narsani. Bizda bunaqa mana Kerim aka chiqing ko'rsating. Qo'yinglar o'rtaga shuni. Qo'ying. Qo'ying. Kim olib keldi buni? Bizda bunaqa benzin yo'q. Hozir siz men bu pastga qilishchi benzin hozir qo'yilyapti bu yerga. Shantajni bir turi bor. Kimga shu? Endi aka sizdan iltimos, qani akam? Laboratoriyada ishlatish kerak, Laboratoriyada bugungi pechatlagan benzinlar turibdi. Kimniki bu benzin paqi? Mayli, hozir siz nima deyapsiz shuni? Bizni olib kelyapsizmi hozir? Bizda befazamizda bunday turdagi benzin yo'q. Bizda bunaqa paqirda yo'q. Buni hozir siz bu yoqqa kirganingizda, yig'ilishga kirganimizda, demak, yo sizni birorta xodimingiz, meni xodimlarim hammasi ichkarida dedi. Olib kirib, hozir buni bizga shantaj qilib ko'rsatyapti. Ha, endi eshiting. Demak, hozir biz bu yoqqa kirganimizda, biz benzin tashlab kirib ketdik deb o'ylayapsizmi shunda, o'rtoq direktor? Siz men bilmagan narsani siz aytyapsiz. Ana yerda benzin turibdi deb siz aytyapsiz aka. Vaholanki men benzin ko'rganim yo'q edi debdi. Kim qo'ydi bunaqa benzin? Endi eshitinglar o'rtoqlar, nima bo'ldi? Bizni paqir turibdi, mana olib qo'ydi, mana ishlatyapmiz hozir. Yo, yaxshi. Bu benzin emas, bu ichida tegsa suv bu. Bu yerda video kamera bormi? Keling, video hozir to'xtaylik-da. Video kamerani ko'raylik. Yuringlar. Video kamerani ko'raylik. Yaxshi video kameralarni ustida shuni ko'raylik, yuringlar. Mana hozir ko'raylik-da akalar. Hozir qaror kim? Qo'lasam gapirma, qo'limsan gapirma. O'zimda xohishingiz. Gapirmay qo'yinglar. Azizlar, mana hozir aytmoqchimanki, bizga tuhmat qila boshladi bular. Mana u chelakni mana biz olib kirgan ekanmiz, 3 kishi keldi. Men shogirdim bilan va muxotibim birga keldi. Video syomka turibdi. Biz olib kelgan ekanmiz. Shuning uchun biz 102 ni chaqiraylik-da. 102 orqali bularda hozir suhbat qilmasak bo'lmaydi. Chiqing aka. Mana holatingiz chiqadi. Aka siz qilamisiz? Chiqing aka. Siz qilamisiz? Aka siz ruxsat so'raganmisiz? Yo'q, aka chiqing eshikdan. Sudmisiz, chiqirib olibdi, tayinlab qilyapti burada. Chiqamizmi? Chiqdik. Aka, keling bu yoqqa, chiqdik. Nima gapirmaysiz? Yo, siz nima gapirmaysiz? Nima men chiqdingiz? Siz kimsiz? Siz kimsiz? Siz kimsiz? Siz kimsiz? Xo'jayin bekor kirgizdim. Siz kimsiz? Kim? Men shopirmanmi? Shopirsiz nima ishingiz bor sizda bizga? Nima ishim bo'lmaydi? Nima ishingiz bor sizda? Nima ishim bo'lmaydi meni? Siz kimsiz? Menga buyruq Qo'l qo'yib kiramiz, biz o'zimiz kira olmaymiz. Yo, siz nima ishingiz bor sizda? Viloyatdan Yo, so'raldi. sizda nima ishingiz bor? Rahbar so'radi bu shekilli. Yo'q, qanaqa kelsa viloyatdan. Siz to'xtab turing. Siz hozir bitta buni benzinligini, suvligini aniqlamasdan, siz og'zingiz bilan benzin deyapsiz. Qarolingiz qani? Qaror qani hali qaror? Siz nima deysiz? Benzinni kim olib nima deysiz? Gapiring, ochiq gapiring aka. Qur'onni bering qo'llariga. Qo'llariga bering. Benzinni aytdingizmi o'zingizmi? Bering Qur'onni bering qo'llariga. Qur'onni bering. Aka gapiring aka. Gapiring endi aka. To'xtab turing. Qachon turdi bu? Yo'q. Aka, menga tuhmat bu. Aka, menga tuhmat bu. Menga tuhmat bu. Bo'lsam baqir aka. Chaqiring. Qarab turing. Bo'lmasa jim turing deb. Yaxshi. Voy, men laboratoriyman bitta. Ismim Mehmon xo'jayeva Sadoqat. Eshitib turing. Buni hozir bular Men gapirib olay. Men eshitib olay. Bora ashaka qo'yib turing. Bu ana a'zolar turgan paqircham. Ha deb turing. Buni ichida benzinni hidi kelayotgan siz bundan foydaqa qilib bu benzin deb o'ylaysiz. Bunda ana olamanmi benzinni. Buni ichida hozir benzin ozgina tagida qolib ketgan. Bu ustida suv bu. Bu benzin bunaqa bo'lmaydi. Ishamda ochiq deb. To'xtab turing, mana hozir ishim. Anglasi qilib beradi. Guvohliklaringda bor. Laboratoriyaga borib nimaligini. Agarda Kim olib eshiting. kelgan? Bo'pti. Kim? Nima bilan taqdir kim olib kelgan? Kimni paqirib? Ko'taraylik. Savosh kelgan. Suv kuyyapti. Ichiga kim kuyib qo'yga qo'yib qo'ydi? Kim qo'ydi shuni? Aytinglar. Avazbek aka o'sha turni. Sizlar kelganda chiqib keldim-ku. Yo, Avaz aka. Kim Eshiting. vaqt ko'rsatsalar Bu yerda kameralar bormi? Mana Kamera ko'taraylik. mana benzin mana bo'ladi. Mana urib oling, mana ana shu benzin bo'ladi. Tushundim. Siz bu narsani hozir ana yerda turib olib, benzin deb og'zingizni to'ldirib gapiryapsiz-da. Siz uni bilmaysiz. Bu suv, bu isbotlarlik bo'lmasa. Eshiting, qani qaror. Aka siz nima dedingiz? Bu yerda turibdi, chomga turibdi. bo'layotgan paqirchani Yo'q, benzinda o'zi aytdiki, sizda hozir mendan chiqmadi bu. Voy, bu analiz olaturgan paqircha bo'lgandan keyin benzin deb Yaxshi o'ylagan. bo'ldi. 102 chaqiring, qolgan ichkarida gaplashinglar bilan bilan. Yuringlar, xonaga kiringlar, ketdik. Hozir. Sizga shu janjal kerak edi. Bo'ldi men, Mirzojon, menga ruxsat men. Yo'q. Hech kimga ruxsat yo'q. O'ktam aka siz bergan savollarimiz aka bilan gaplashing. O'ktam aka, siz gapiringchi. Yaxshimisiz? Ha. Nima holatda gapirasiz mana shu holat bo'yicha mana hozir? Nima holatda gapirishim kerak?
Mana 20 ta odam qo'l qo'yibdi Jasurbek ustidan. O'shanga siz nima deb fikr qilasiz shuni? Endi shu qandaydir Sizdan qo'l qo'ydingizmi? men ham qo'l qo'yganman. Nima uchun qo'l qo'ydingiz? Bildingizmi nima uchun qo'l qo'yganingizni? Ha, bildim. Bular Jasurbekni ishdan bo'shatish masalasida qo'ygan ekan. Bo'shatish va boshqa lavozimga o'tkazamiz dedi. Hech kim bo'shatsin Bo'shatishimiz demagan. shu hali injenerlikda boshqara olmayapti. Ya, endi- Tuhmat qilyapsiz o'zingiz. O'zingiz tuhmat qilyapsiz. Yo, siz aka, jon aka, siz menga keyin savol berasiz. Keyin gaplashaylik. Hozir savol beraman. Menga qarang, eshiting. Siz olimjon aka chalg'itmang. Yo, Siz savol chalg'itmang. Biz to'g'ri e'tiroz bildiryapmiz. Biz hamma betni Siz chalg'ityapsiz har bitta xodimni. Eshiting. Biz erta Chalg'itmang jon aka. Jon aka chalg'itmang, iltimos. Mana kilingiz kerak. Hammani hali bizning gapimiz tugagani yo'q. Bizni hali gapimiz yuring, bizga savollar Tuhmat qildingiz menga aka. Men kelmayman holingizga. Bo'ldi. Tuhmat qilmayman mana. Siz ishlar chaqirdingizmi? Kelsin ichkidan birga kiramiz. bo'shasin deb yozilmagan. Biz ish lavozimiga Yaxshi, men Jasurni gapidan kelib chiqadi deb ariza yozib tursa menga degani. Chaqiring o'zini ham chekkaga qo'shib. Chaqiring kelsin mana bu yerga. Chaqiring Jasurni murojaatim. Mana shuncha odam qonun soat gapish aka, iltimos. Aka, mana faoliyatni xalaq bermanglar. Orada to'xnat ham Eshtinglar. Tuhmatga kirib qoladi. Yo'q, mayli aka. Eshtinglar. bu yerdagi ishchi xodimlarni hammasini ruhini sindiryapsiz. Nima sindiryapman? Siz bolalarni hozir bolalarga tazyiq o'tkazyapsiz aka. Sizni ta'zim o'tkazishchi. Men kimga tazyiq o'tkazyapman? Qaysi bilanga tazyiq o'tkazyapman? Yo'q, menga. Gapiringlar. Siz o'zdan qo'pqar Hozir shantajsiz-ku. bilmagan narsani benzin turibdi deb meni siz benzin Kimi? 5 minutdan beri Mana qog'oz gapirtirib siz yozdiribdi. texnika bezopasligimda siz shantaj qilyapsiz. Nimaga? Hududingda benzin turibdi, sen nimaga qaramayapsan? Yaxshi, shuni fikr qilib bersin, marhamat, isbotlab bersin, muammo yo'q. Nimani isbotlab berishga? Nimani isbot? Mana turibdi. Benzin emas bu. Qaysi? benzin emas bu. Yana Siz chantaj qilmang. Siz adolatmisiz? Siz adolatmisiz? Siz adolatmisiz? O'zingizligingizni Siz adolatmisiz? Siz adolatli turing. Adolatli turing. Baqmasin gapiring. Adolatli turing deyapman. Bizmi bilizikmi? Ne kemayapti bilizikki? Mana hurmatli vazir janoblari. Mana siz suhbatdan o'tkazib, siz qo'ygan odamni qarang. Prezident aytganlaridek, oyog'i yerdan uzilgan rahbarlar nima keragi bor? Hali men bu odam haqidagi mana bu yerda bo'lgan holatlar bo'yicha video syomkalar masala bo'yicha hali berganim yo'q. Axloq, odob haqida gapirganim yo'q. Men amin bo'ldimki, axloq, odob haqida, tarbiya haqida bu yerda juda katta muammolar bor ekan. Men bir narsaga qo'l qoldimki, popdagi holatlar tugatib turib, rahbariyat tugatib turib, o'sha chusga berilganini men to'g'ri deb qabul qilaman. Bunaqangi rahbarlar umuman ishlamash kerak. Umuman ishlamash kerak. Oyog'i prezident o'zi aytganingizdek, oyog'i yerdan uzilgan rahbarlar bu tomon ishlamash kerak. Zaparavkamizda, oyoq ushimizda bitta o'rin bo'shaganda men aytgan odam olishga qarshilik qildim. Odam olmang. Bizni o'zimizga qisqartirish bo'lib turibdi. Birorta bolani shu yerga qo'yamiz aka, direktorga shu yerga qo'yar aka desam, yo'q. Bu yerga men boshqa odam olaman deb turib ko'chadan, ya'ni G'ani shu oyoq ushimizda staj operatorning ukasi G'ani Ro'shanni, ukasi G'ani Mansurjonni ishga oldi. Men qarshilik qildim unga. Lekin u manfaatlar to'qnashuv bo'lib qolyapti aka. Akasi starshий operator. Ukasi operator bo'lsa manfaat to'qnashuv qoladi. U mumkin emas desam, seni ishing bo'lmasin deb oldi. Bir kundan keyin uni prikazini chiqdi. Uni yana qaytadan ishdan bo'shatdi. Bir kun ishladi oldi. Sabab shikoyat bo'lgan. Shikoyat bo'lgan uchun paytda ishga olgan keyin ham qarindosh urchilik bo'ldi deb turib shikoyat bo'lgan sudda. Shunga keyin ishdan bo'shatdimi? Ishdan bo'shatdi yana bir kun ishlatib turib. Mana baqirishlarni qaranglar. Ishchi xodimlarga ta'zim o'tkazyapsiz Olimjon aka. Eshtinglar, savol bersa ta'zim bitta odamni kollektiv noloyiq deb bilgan insonni ustida oqlash uchun siz butun jamoaga ta'zim o'tkazyapsiz. Yozmagan narsani yozdi deyapti. Aka, biz ham hozir ariza qilyapmiz biz ham. Biz ham ariza qilyapmiz. Eshting. Bo'pti, yaxshi. Savol beringlar. Savol beringlar. Bu ularni ishi. Aka, siz savol bo'ldi, menga gapirmayman. Hech nima qilolmaydi. Boring, aka. Siz ishingizni qiling bor. Xalaq bermayman menga. Siz men ishimni qilyapman. Men ishimni qilyapman. Xalaq bermayman. Siz xalaq beryapsiz. Siz xalaq beryapsiz. Korxonani ishdan qo'yyapsiz. Ishlayversizlar, men xalaq bermayapman. Yo'q. Siz ketasiz. Oldin hududimizdan chiqib keting. chiqib keting. Mana bu holati ko'rib turishda suv ekan. Suv. Demak, kimdir suvni olib kelgan. Haliga chochib ko'rib yoqish kerak. Yonadi-da baribir, chunki ozgina bo'lsa benzin bordi. Ozgina bordi benzin. Mana benzin ham oling. Ha? Mana benzin. Ishxonadagi laborant ayolimiz Mehmonxo'jayev Sadoqat menga tuhmat qilib, men uni yo'liga to'sqinlik qilganim uchun, u ish paytida ishga o'tirmaganligi, har bitta chiqayotgan mashinalardan yoqilg'i olib, mashinasiga kuya turganiga, bunday ishlar qilmagan bu yerda.
Ertaga qo'lga tushib qolsa gap tegadi hammamizga, deganimga. Demak, u ayol sadoqat deyapsizmi? Ha, U sizni neft bazangizdan bezinlarni olib, laboratoriyaga topshirgan bezni olib turib, o'zini mashinasiga quyganmi? Ha, o'zini mashinasiga quyib kelgan. Aslini quyma degansa? Uni men quyma deganman. Direktor ishing bo'lmasin. Kuysa kuyorsan deganda ham men qarshilik qilganim uchun ular menga tuhmat qilib 4 yil oldin meni pastaga taklif qilgan bu. Yangi injener bo'lganda shuning uchun meni ko'ra olmayapti. Shunga meni ishlatmayapti bu. Meni orqamdan qo'yyapti shunga. Menga quruq tuhmat qilgani uchun men chora ko'rib bersangiz so'rayman. Shunaqa taklif qilgansiz o'zi 4 yil oldin? Yo'q, men taklif qilaman. Qo'l ostidagi xodimlarga hatto so'rashmayman. Qizlar, ayollar, mashinadagi ayollar bilan men. Siz demak, siz gapingiz bo'yicha siz nazorat kuchliroq qilasiz. Shu korrupsiyaga qarshi bo'lgancha sizni ko'ra olmayapti. Shunaqa korrupsiyaga qarshi bo'lgan ular meni ko'ra olmayapti hammasi. Uyushtirib yo'qotmoqchi. Men ish paytida 8 soatmi, 8 soat yerda o'tirasanlar deganimga. Ertalab turniketdan o'tib turib uyga ketib, kechqurun soat 5 da ketib yana o'tib ketadi ular ko'pi hammasi pashti. Gapiring. Men Xo'jayev Sadoqat laborant bo'lib ishlayman shu yerda. 2019-yildan beri turib shu yerda turib gapiring, yonimga kelmang. Men ovozni eshitishim kerak. O'zim shu yerda turing, men yaqinlashib unaqa qilmang. Ovozni olishim kerak. O'zi gapiring bo'lmasa menga. 2019-yildan ovozni eshitishim kerak, xalq eshitishi kerak ovozingizni. Eshitmayapsizmi? Men ovozim eng baland shu yerda. Ayting, gapiring. 2019-yildan beri ishlayman shu yerda. Men bu Inomjonov Jasur bilan ko'p tortishaman. Menga ko'p shaxsiyatimga tegayotgan gaplar, meni shahvoniyat gaplar bilan, ana shu xonamga kirib ham, ishchi men bu yerda hozir turib olib, Jasur bugun hozir gapirsa, men bir haftadan keyin chiqib aytmayman. Hozir yonimda shu yerda turib gapirsa shu narsani, men siraz ishchilarga kirib, yo direktorni ko'p ogohlantirganman. Boshliq, menga shunaqa gaplar bor, shahvoniyat. Kashlogim shu yerda turganda, cho'ntagimga noto'g'ri narsalar deb, kashlogimga soppigan narsalari ham bo'lgan, o'sha narsa. Menga bermaguningcha ersiz o'tkaziraman seni degan gaplari bor bu yerda. Isbot yozuvlaringiz bormi? Isbot yozuvim. Men chunki bilan ogohlantirganman. Men boshlig'imni ogohlantirganman, ishchilarimni ogohlantirganman, qizlarimga aytganman yig'lab kirib. Chunki men boshlig'im aytganki, "Qo'y, ichki narsa bu. Hazil-huzul qilib aytib o'tirgandir" dedi. Men u narsani hazil-huzul qilib tushunmayman. Bir hazil qilar, ikki hazil qilar. Har kuni kelib olib hazil qilmaydi-ku. Komissiya kelsa xonamga kirib olib, laboratoriyani olib tashar ekan. Men ishimni 50% bo'lsa ham tushunaman. 50% bo'lsa. O'zidan so'raychi, biz uni hatto ishdan olinsin deb bermaganmiz u hatto. Kelib imtihon olsin, ishiga loyiqmi, noloyiqmi deb berganmiz unga. Mana kelib o'zi mana kelsin, o'sha ishchi xodimlar To'raqo'rg'ondan o'rgansin, biz oldimizda imtihonda olsin bo'lmasa. Bilaylik. Siz hozir 50% ishim bilaman deyapsiz-da. Bilaman. Qayerda o'qigansiz? Ma'lumot o'zi. Qo'qon neft gaz bilan iqtisodiyotni bitirganman. Tekstilni. Ha, oliy ma'lumot. Oliy ma'lumot. Endi siz savol. Jasurni o'sha vaqtda sizga tegishli qildi, gap o'tgan vaqtida direktordan tashqari direktorni chora ko'rmoqda-da. Chora ko'rmoqda. Endi shu holat bo'yicha siz huquqni himoya qiluvchi organ boshqa ekanmisiz? Yo'q, chunki bizni boshlig'imiz bosgan ichki narsani hech tashqariga olib chiqmaganmiz. Biz mana nima uchun olib chiqyapsiz? Surishtirsangiz. Endi menga berasiz savolni. Surishtirsangiz. Bizda shuncha yildan beri biror marta shu yerda yozib chizdi bo'lmagan. Hech qanaqa. Inomjonov Jasur keladi, faqat qo'lida telefon bilan zaryadni ko'tarib, "Xonangga kirasanmi?" deb so'rang. Biroq makam xonasiga kiradi, telefonni o'ynab o'tiradi. Yo ishchilarning oldiga borib, ishxona bekiladi-yu, "Nimaga ish qilyapsanlar?" deydi. Har kuni gap miyasini zaharlaydi. Bir chiroyli direktorim yig'ilish qildi. Yig'ilish qilsa, shopirlarni Inomjonov Jasurga o'tkazdirib berdi. Mana Jasurjon, sen shularni ishlatasan, devorlarni oqlatasan, hamma joyda oqlatasan, seni bo'yningga. Oma ana tikolatish ishchilarni men bo'ynimga dedilar. Bir chiroyli shopirlar o'sha tualet tomonda borib ko'l o'tirsa, bordida nima qilasanlar buni ko'lab, haligi qilib tozalab, ertadan keyin bekilib ketavergan ishxona dedi. Mana ana shu yerda haligini ishlaydi. Xafa bo'lib bordim ishxona uyga borsam, uyimda sumalak qilib dam kuni menga. Xafa bo'lib bordilar. Ha desam, direktor bilan Ibrohim bilan dedi. Direktor dedi, "Aqa ketdi, sakrashina kelyapti ekan, bekilyapti ekan." dedi. Keldim. Kelsam aytadiki, "Borgani bilan Ibrohim bilan Mirza endi borgani bilan itti kutiga bekiladi bet ishxona deb turibdi." Odamga motivatsiya berishni o'rniga siz nabarat bekiladi deyapsiz. Siz rahbarsiz-ku dedi. Shu narsani kirib qarovulxonaga kirib aytdim shu narsani keyin. Shunaqa deyapti, bular ham xafa bo'ldi keyin. Shunaqa deb deyapti dedi. Mana endi shularga shunaqa degan. Komiljon bor edi, O'ktamadam bor edi yonimda. Shuni shunaqa dedi. Ishda tezkor boradi. Biz masalan biz u bolani ishdan bo'shasin deganimiz yo'q. Kelib imtihonni olsin. Sizlarga borib qo'rqaq oldim mush ko'tarar qilmasdan oxirgacha yetmasdan sizlar mana bu yerga kelib olib noto'g'ri ish qilyapsizlar. Nimaga?
Noto'g'ri ish qilyapsiz. Chunki faqat uni tarafini olib Sizni ketyapsiz. mana sizni hamma gaplaringlarni men efirga qo'yaman. Bu efirga qo'yish uni tarafini olish emasda. Agar siz bir tomonlama bo'lmaganida, bir tomonlama emasmanda. kelmagan bo'lardi. Agar eshitinglar. Aka, eshiting. Agarda men sizlarning gaplarini efirga qo'ymasam, bir tomonlama bo'laman. Siz bir tomonlama qo'llayapsiz. Nimaga qo'llayapsiz? Sizni savol berishingiz. Ya, men savol beryapman-da. Suhbat yurgizishingiz. Yo, savol beraman-da. Suhbat yurgizishingiz. Inomjonov Jasurbekning manfaatidan kelib chiqib savol javob beryapsiz. Siz Inomjonov Jasurbekning manfaatidan kelib chiqib savol javob beryapsiz. Endi eshiting. Shikoyatchi bilan qilinadimi gapni? Sizlar uni oqlashlaring kerak. Mana savol beryapman kega. Qilgan bo'lsa, men Inomjonov Jasurbekda boshlig'iman, lekin Inomjonov Jasurbekka bu yerda men chora ko'rishga ham, ishga qabul qilishga ham, ishdan bo'shatishga ham vakolatim yo'q. Shuni uni ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, unga qandaydir chora ko'rish To'raqo'rg'onda boshliqlarga yuklatilgan. Haqiqatda mana shu qizimizga bundan 2 yil oldin qattiq ta'ziq o'tkazganda, o'sha bag' etgan narsani so'raganda oldimga yig'lab chiqqan. Keyin ikkalasini xonaga olib kirib, Sadoqat, Jasurbek, sen ikkalang sen boshliqsan. Bu bitta oddiy ishchi. Sen unaqa ishingni qilma. Subordinatsiya degan narsa bor. Xodim bilan boshliq bilan xodimning o'rtasidagi nima bor? O'ziga tegishli holatlar bor. Sen o'z ishingni qilmagin. Bo'lmasa hozirroq sen borib arizangni yozib kel, ishdan ket. Buni ham arizangni yoz, ishdan bo'shaysan deb bunga talab qo'yganman. O'sha yerda bo'pti, boshqa bu narsa takrorlanmaydi chiqib ketib, oradan hech qancha o'tmasdan sumkasiga prezervativ solib qo'yib turib, o'ziga yo men bilan bo'lasan, yo bo'lmasa ishlatmayman degan ta'ziqni o'tkazgan. Yaqingacha Shop qo'yganingiz ko'rganmisiz? Yaqingacha bu. Yo, keling, zobitingda. O'sha prezervativ qo'yib qo'ygan kuz ko'rganmisiz o'zingiz? Prezervativ xodimlarga ochiq ko'rsatgan. Kim ko'rsatgan? Sadoqat ko'rsatgan. Hamma ko'rgan. Sop qo'yganini ko'rganmisizlar demoqchiman. O'zi bo'yniga olgan sop qo'yganini. Bo'ldimi? So'rab olamiz. So'rab olishingiz mumkin. Bo'ldi. O'zi sop qo'ygan bo'yniga olgan. Yaxshi. Mana hozir o'zlaring pop neft bazasidagi holatni ko'rdilaring. Biz ichkari turgan vaqtimizda bizga shantajlar bo'ldi. Chunki biz o'sha ichda turgan o'sha benzin paqirini, endi chele deydi. Men chele desam, bular chele mashina olib turibdi. Mashina degan og'zidan chiqmagan edi. Bular shu tuhmatlarni qildi. Bizga shantaj qila boshlagani uchun biz u yerdan chiqdik. Yana shantajlar bo'lmasin deb biz ichki ishlarga qo'ng'iroq qildik. Ichki ishlardan vakillar kelishdi. Albatta hozir ushbu holatlar bo'yicha ichki ishlar o'z surishtiruv olib boraveradi. Biz esa barcha efirlarimizni uzmasdan turib qo'yib beramiz sizlarga. O'zlaring baho berasizlar. Neft bazadagi holatlar bo'yicha. Agar kimda-kim mana shu neft bazada misolda kimda-kim misolda qanaqadir noqonuniy harakatlar bo'lgan bo'lsa, shu bo'lsa bizga ma'lumot bersa, biz albatta efirga qo'yamiz. Bu kuzatib boringlar. Tegishli tashkilotlar bayroqqa bo'lgan munosabat bo'yicha albatta chora ko'radi degan umiddamiz.